yılı 16 noyabrda Eli vilayetining Nilqi noyisida ma'rifatparvar oilada tug'ilib, 1945 yılı 18 sentyabrda Gomindang aksiyatchilar tarafidan Aqsuda fojialik holda o'ldirilgan. U qurbon bo'lgan chaqda amdala 23 yoshda edi. Bu filmda Uyg'ur xalqining o't yurak shoir Lutfulla Mutallibning qisqa hayoti va unutulg'isiz inqilobiy faoliyatlari aks ettirilgan. İnqilobiy vatanparvar shoir Lutfulla Mutallib 1922 yılı 16 noyabrda Eli vilayetining Nilqi noyisida ma'rifatparvar oilada tug'ilib o'sdi. Lutfulla kichkidan o'rganishga amroq bo'lib qolmasdan xalq naqshi musiqalarini anglashga zo'qman edi. U naqshlardagi ta'sirli qo'shiqlarni anglagan hamon xotirli bo'ladi. Mung zar bilan to'lgan xalq naqshlari Lutfullaning sabiy qalbini o'rtaydi. Lutfulla dunyodagi ishlardan ko'proq xabardor bo'lib, o'zi tushunolmagan tangsizchilikka javob tepish uchun nurg'un kitoblarni o'qib chiqdi. Lutfullaning bilim tashnoligi kun sari oshmoqda edi. 1936 yili u Rus o'rta maktabiga o'qishga kirdi. Bu maktabda Marksizm, Gorki, Makyavskiy va Pushkin, Lermontovlarning asarlari bilan tanishdi. U koni dunyoni gumron qilish istigida xalqimga, dehqonimga, kurashchan jungu xotin qizlari, ko'rgan ishqi qatorliq she'rlarni e'lon qildi. Bu chaqda u amdila 17 yoshga to'lgan edi. U Rus o'rta maktabini yaxshi natija bilan bitirib, 1939 yili sentyabrda o'qish uchun Urumchiga yetib keldi. U Urumchiga kelgandan keyin butun zehni bilan o'rgandi va adabiy ijodiyat bilan shug'ullandi. Uning jangovar she'rlari orqa-orqadan Xinjiang gazetida e'lon qilinib, keng jamoat orasida jonliq ta'sir paydo qilishga boshladi. U o'zi yozgan Yoshlik o'gan, Basimiz cho'qim alg'a qatorliq ko'plagan she'rlarni ahanga silib, savoqdoshlariga o'rgatdi. Bu she'rlar ayni yillarda butun Xinjiang miqyosida maktab she'ri bo'lib taraldi. 1941 yili Lutfulla Xinjiang gazeti idorasiga tahrir bo'lib keldi. Bu Lutfulla uchun yangi bir jang maydoni bo'lib qoldi. U shu yili 4-may munosabati bilan o'tkazilgan diplomatiya yig'inida Jungu nomli she'rini o'qib, nihoyat qizg'in olqishga sazovor bo'ldi. Uning bilan u ko'plagan inqilobiy sabdoshlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldi. Lutfulla amdila sahnadan tushishiga bir soqchi ofitseri uni do'stlarcha qizg'in tabrikladi. Bu kishi Gomindangning Urumchidagi soqchi maktabida o'qiyotgan shoir Bilal Azizi edi. Shu kundan boshlab ular yaqin sirdoshlardan bo'lib qoldi. Bu chaqda Urumchidagi inqilobiy faoliyatlar kun sari ulg'ayib ketayotgach, Shinsay hukumatı turli yo'llar bilan inqilobiy ziyolilarga ziyonkashlik qilmoqda edi. Lutfulla Shinsay hukumatining o'zini Aqsu gazeti idorasiga yo'tganligi to'g'risidagi uqtirishini topshirib oldi. Bu mohiyatda Lutfullani surgun qilish buyrug'i edi. 1943 yili kuzda Lutfulla Shinsay hukumatining ta'qib qilishi ostida xizmat almashib Aqsuga yetib keldi. Lutfulla Aqsudimi xalqning azob uqubat ichida yashayotganligini ko'rdi. Vatanning, xalqning qatma-qat zulm ichida turayotganligi Lutfullaning qalbini azmakda edi. U xalqni hurlikka ega qilishimiz kerak deb o'ylaydi. Lutfulla Munirdin bilan bu haqda so'zlashib, vatan xalqimizning hurlikka erishishiga uzun qolmadi. Qish o'tib ketsa, bahor keladi dedi. U Munirdin bilan xo'shlashib, gazetxonaga kelganda kecha bo'lib qolgan edi. U shu kuni kechicha Yonar tog'lar nomli she'rni yozib chiqdi. Bir kuni Munirdin va Eli oldingi frontiga aloqalash uchun borgan Musayeno qatorliq yo'ldoshlar Lutfullaninkiga yig'ilishib, navbatdagi Aqsu va Kuchar vaziyati ustida so'zlashdi.
xalqarodagi faşizmga qarshi kurash mamlakat ichida zo'r ta'sir ko'rsatmoqda. 3 viloyat inqilobining g'alaba sadosi xalqni uyg'otmoqda. Xalqning ozodlikqa bo'lgan tashnoligi kun sari eshiyotidu. Xalq yonar taqqa o'xshab qoldi. Biz ozodlik mash'ilini yaqsaqla, yonar taq portlab o'z karomatini ko'rsatdi. Suhbat qizg'in davom qilmoqda. Bir necha saqchi Lutfullarning yatqig'iga bostirib kirdi. Bu yerliklarning hammasi gazitxonning odamlari. Gazitxona hukumatning ishonchli organi tursa, sizlar nima uchun bu yerni aqtirsizlar? Dedi Lutfullar. Bu chaqda bir saqchi ofitseri kirib keldi. Bu kishi Bilal Azizi edi. Bu yerga gumonli odamlar kirib ketdi deb ma'lumot kelgan edi, dedi saqchilar. Ular hukumatning farmonlarini gazetga besishni o'rlashtirib o'tibdi. Darhol qaytib ketinglar, dedi Bilal Azizi. Sabdoshlar qizg'in suhbatlashayotdi. Hakim Nur Lutfullarning yatqig'iga kirib keldi. Lutfullar sizning Tahir Zuhra operatsiyasini yozayotganligingizni anglab, nihoyat xushal bo'lgan edik. Yozib bo'ldingizmi? deyishdi ko'pchilik. Yozib bo'ldim. Uni sahnada o'ynab, xalq bilan yuz ko'rishtirish kerak edi, dedi Lutfullar. Vaqtida sahnalashtirib, xalqni uyg'otib, aksiyatchilarga qarshi inqilob uchqunini barpo qilishimiz kerak, deyishdi ko'pchilik. Ko'pchilik tarqalish oldida, yo'ldoshlar, 2 kundan keyin yig'in ochamiz, deb uqtirish qildi Munurdin. Hakim Nur tashkilotning qurolli qo'zg'olon to'g'risidagi planlaridan xabar topgandan keyin darhol Gomindang saqchi idorasiga bu xabarni yetkazdi. Gomindangning Aqsuda turishliq yuqori darajalik harbiy amaldori Jao Xanching Hakim Nurni ko'rsatgan xizmati uchun bir yambu bilan mukofotladi. U texmo cho'ng xizmat ko'rsatishga va'da berdi. Jao Xanching uning yetkazgan ma'lumotini anglagandan keyin Qo'rchoq saqchi idorasini ishga solib, Lutfullar qatorliq inqilobiy tashkilot a'zolarini tutishning suiqasdlik planlarini tuzdi. Lutfullar, Abdulla Rozi, Munurdinlar boshchiligidagi yoshlar Aqsu Uyg'ur uyushmasining klubida Tahir Zuhra operatsiyasini o'ynab chiqdi. O'yin nihoyat yaxshi o'ynaldi. Lutfullar Tahirning rolini nihoyat muvaffaqiyatli elib chiqdi. Aqsu xalqi bu yosh talant egisining urg'ib turgan yuksak badiiy talanti va jasur irodasiga chin qalbining qoyil bo'lishdi. Abdulla Rozi tomoshabinlarning kayfiyatini ko'rgandan keyin hayajonini bosolmay, teatrxonada bugunmi odam nihoyat ko'p, dedi. Do'stlar, bizning qilayotgan ishlarimiz azob oqibat ichida yotgan xalqni uyg'otish uchun. Lekin biz xalqning talabini qondirgudek ish qila olmadik. Biz taxmi tirishayli, dedi Lutfullar hayajon bilan. Munurdin bugun ahvol boshqacha turdi. Klubning atrofida saqchi idorasining odamlari ko'payotdi, dedi andisha bilan. Munurdin aka, biz yo'ldoshlarning amonligi va faoliyatlarimizning maxfiyatligini qo'g'dashga tirishayli, dedi Lutfullar. Bir necha saqchi sahnada paydo bo'ldi. Lutfullar, Munurdin, Abdulla, senlar qo'lga ilindinglar, deb chaqirishdi. Aslida Qo'rchoq saqchi idorasi yosh uchqunlar ittifoqini mushu teatrni o'ynash munosabati bilan ujuqtirishni planlagan. Nima gunohimiz uchun qo'lga ilishatding? Biz tamoman gunohsiz, dedi Munurdin. Bularni darhol bog'langlar, deb chaqirdi bir saqchi amaldori. To'xta, senlar bizni bog'lamasangmi qochib ketmaymiz, dedi Lutfullar. Anarqiz Lutfullar, Munurdin aka, sizlar gunohsiz, deb ko'z yoshi qildi. Lutfullar, qonxo'rlar oldida ko'z yoshi qilmang. Qish o'tib bahor keladi. Xayr xo'sh yo'ldoshlar, dedi. 1945-yili Gomindangning oq terrorligi kuchayib, Aqsu Qo'rchoq saqchi idorasining turmusi begunoh vatanparvar o'g'lonlar bilan to'ldi. Mutallib darlar ko'ptur alimim, qo'limda tushmas o'tkir qalimim, ozodlik bilan kulsa vatanim, yetar falakka xush sadolarim. Lutfullarning yangroq naqshi sadosi saqchi amaldorlarini aloqzoda qilyapti. Lekin uning do'stlari Lutfullarning aman esanligini bilib, Lutfullar deb to'lishib ketishdi.
Lutfulla düşmanning so'roqxonasida sabdoshlari bilan uchrashdi. Ular bir-birining qo'llarini mahkam siqib turib, qish yig'lab bahor kulmoqda deb o'zaro madad berishdi. Ularning ma'nilik so'zlari Qo'rchoq saqchi boshlig'i Wu Xiaobing va Qo'rchoq Ambal Abbas xo'jalarni to'limi bearam qilibdi. Apandilar, Abbas xo'ja sizlarga odamgarchilik bilan muomala qilmoqchi, dedi Wu Xiaobing. Sizlardan odamgarchilik kutish hamoqatlarning ishi, dedi Lutfulla g'azab bilan. Yoshgina umringni behuda xarob qilish aqlning ishi emasdir. Fikir her biringlarni qutqizib olg'ili keldim, dedi Abbas xo'ja qo'lluq bilan. Lutfulla kinoylik kulib, Abbas xo'ja, bu ish sening qo'lingdan kelmaydi. Sen bizni xoinlik qildimakchimi? Bu mumkin emas, dedi. Abbas xo'ja hiyligarlik bilan, Bilal shungan G'o'jikongning yaxshiligini unutib qolmag'in, dedi. Sen bizni o'limdan qutqazmaysan. Sizlarning gumron bo'lishinglarga uzoq qolmadi, dedi Lutfulla g'azab bilan. Wu Xiaobing, hozir oldinglarda ikkili yo'l bor. Tov qilishmasang o'limdan boshqa yo'l yo'q, deb chaqirdi. Attiganlik tamoq vaqtida ilib kirgan nonning ichidan Lutfulla bir parcha xatni bayqadi. Munirdin, Bilal, Abdullalar xatni birlikda o'qidi. Ular xatdagi Hekim Nur bilan Gulzar xoinlik qilgan degan so'zlarni o'qib qattiq g'azablandi. Bilal azizi, xat xoin, dedi g'azab bilan. Bu xoinlarning qilmishidan sirtdagi barliq sabdoshlarimizni xabardor qilaylik, dedi Lutfulla. Qo'rchoq saqchi idorasi xoinlarning sotqinlik qilmishini turmadagilar texi bilmaydi deb o'ylab, Gulzarni turmadagilarni yo'qlab kelishga kirgizdi. Gulzar ko'z yoshi iqitib, "Men sizlarni ko'rgili keldim." dedi. "Tulkining salomga kelgini yaxshilikning alomati emas", dedi Abdulla g'azab bilan. Gulzar Lutfullaga esilib, "Lutfulla, men sizni yaxshi ko'raman", dedi. "Men o'z vatani, millati uchun kurash qila oladigan botir qizlarni yaxshi ko'raman. Gulzar, sen bu yerdan darhol yo'qol", dedi Lutfulla. "Do'stlar, dushman bizni turli hiyla nayranglar bilan aldayotdi. Biz hargiz ularning qizig'iga tushmaylik", dedi Munirdin g'azab bilan. Oq ko'ngil, irodali qiz Anargul Lutfulla va uning sabdoshlarini ko'rgili kelib, "Akalar, salomat ekansizlar. Aqsu xalqi g'amingizlarni yemakda", dedi. Anargul, "Obdan singlim, Aqsu xalqiga salom ayting. Kurashgan yillarning botir kuychisi Lutfulla va uning sabdoshlari dushman ustidan g'alaba qilib kelmoqda, deb xabar yetkazing", dedi Munirdin. Anargul, "Aqsu xalqiga yetkazing. Biz hayotli bo'ldikanmiz, kurashni to'xtatmaymiz. G'alaba bizga mansub", dedi Lutfulla. Turma saqchisi Anargulni oldirtib, "Vaqt to'shdi", deb to'ladi. Anargul ayrilishga ko'zi qiymagan holda, "Xo'sh akalar, xo'sh mutallib", dedi. Saqchilar uning qo'lidan so'rigunicha turmadan elib chiqib ketdi. Lutfulla, "Chidamliq bo'ling, Anargul singlim", dedi Anargulni uzatib. Lutfulla turma temiga barmoq qini bilan yuksak kurash irodasiga to'lgan "O'tkir jang marshi, Xiyoljon tilak" nomli she'rni yozdi. Bu uning eng oxirgi o'lmas ijodiyati edi. 1945-yili 18-sentabr tong saharda Zhao Hanqing Aqsu Qo'rchoq saqchi idorasining turmasiga kelib, "Bugun kallasi elindiganlar qancha kishi?" deb so'radi Wu Xiaobingdan. 27 kishi, deb javob berdi Qo'rchoq saqchi idorasi boshlig'i Wu Xiaobing. "Yosh uchqunlar ittifoqi tashkilotining g'ol unsurlarining biri qolmasin", dedi Zhao Hanqing. "Bu ishni cho'qim talpikis o'rindaymiz. Tuanjang janoblari", dedi Wu Xiaobing. "Vaqtni kechiktirishga bo'lmaydi. Hukm darhol ijro qilinsin", dedi buyruq qilib Zhao Hanqing. Qo'rchoq turma boshlig'i Wu Xiaobing "Isyonchilarni jazo maydoniga olib chiqinglar", deb buyruq qildi.
Lutfullah qatarlıq 20 neçə nəfər tağ yürək oğlanlar turbi sepini yenidiki aldın tayyorlab qoyulgan xəndək aldığı keltirildi. Cao Hanqing, "Ölüm aldıda aytadigan sözləring barmı?" deb so'radi Lutfullahdan. "Albatta bor. Biz sizlarning qonliq qo'llaringlarda o'ldirsakmi, xalq pat arada bu qonliq qisasni sizlardan olmay qo'ymaydi. Ozodlik hamon xalqqa mansub", dedi Lutfullah. Cao Hanqing g'azabini bosolmay, "At!" deb buyruq qildi. Baturlar, "Yo'qolsin Gomindan aksiyachilari, yassun ozodlik!" deb yangroq ovoz bilan butun koinotga xitob qilishdi. Orqadan etilgan o'q ovozi pasaydi. Lutfullah tixcha hayot edi. U ikki yenidagi sabdoshlariga etinish bilan qarab chiqqandan keyin "Otlansan!" deb xitob qildi. Cao Hanqing, "Lutfullah, men sening yosh hayotingga ham ajoyib talantingga echinayapman. Sen hozirmi o'zingni qutqizishga ulgura olaysan?" dedi makkorlik bilan kulib turib. Lutfullah, "Cao Hanqing, vatanni qutqizish uchun jahongirlikka va asiyatchilikka qarshi turganlikmi jinoyatmi? Ozodlik uchun kurash qilganlikmi jinoyatmi? Haqiqiy jinoyatchilar sizlar", dedi g'azab bilan. Cao Hanqing, "Lutfullah, jaduga bisilsin!" deb hozirlik bilan buyruq qildi. Mag'rur qadam bilan jadu oldiga ketayotgan Lutfullahning "Yassun ozodlik, yo'qolsin Gomindan aksiyachilari!" deb to'lg'an yangroq ovozi tumanliq oqsu osmonini zilzilaga keltirdi. Lutfullah ham uning 27 nafar botir sabdishi Gomindan aksiyachilari tarafidan fojialik holda o'ldirildi. Xalq o'zining bu botir o'g'lonlari uchun cho'nqur musbatga patdi. Otashdek shoir Lutfullah Mutallib Jungu Uyg'ur adabiyotining asoschilaridan biri edi. Uning qisqa, ammo unutilg'isiz inqilobiy hayoti xalqimizning qalbida mangu yashaydi. Uyg'ur xalqi o'zining bu o't yurak shoirini mangu ehtirom bilan xotirlab turadi. Bir zalim unsur yarey, ezdi yürekmi, yarey, ezdi yürekmi. Uygan ey yarim, reddetler yaman ey. Ger uygansam, yıklatur zaman, yıklatur zaman. Minnim kirayim sargaydı saman, endi men kettim yarey, sen kalgın aman. Kadirlik yarim, suygen amrgin, endi men kettim yarey, sen kaldın aman. Yarey, sen kaldın aman.